Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom ummatiga bu borada ham timsol bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boy ham bo'lganlar. Keyinchalik o'ljalar ko'payib, Rasulullohning ham ululishlari berilib, boy ham bo'lganlar. Ma'lum darajada qashshoqlik ham boshlaridan o'tgan. Sarvari koinot o'sha ikkisida, dunyoning ikkisini o'rtasida, boylik va qashshoqlikning o'rtasini sarvari koinot ixtiyor qilganlar. Hech bir inson unutmaslik kerakki, boylik, faqirlik shu paytgacha insonni o'lchovi bo'lmagan. Ya'ni boyligi uchun yo kambag'alligi uchun o'sha darajasiga qarab muomala qilish. Afsuski, aqli zaif insonlar bugun insonni o'lchovini shu bilan o'lchayapti. Puliga qarab, mingan mashinasiga, imoratiga, egnidagi usti boshiga, birovni oldiga borsangiz shundoq boshingizdan oyog'ingizgacha bir razm soladi-da, o'shanga qarab muomala qilish. Bu insoniy martaba, insoniy maqom emas.